Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Munozara podkastimizning bugungi 2-soni o'g'il bolalar tarbiyasi, yo'qotishlar, muammolar, yechimlar deya nomlanadi. Bugungi mavzuni munozara maydoniga aylantirish, muammolarni aniqlash, yechimlarni ko'rsatish maqsadida ikkita ustozimizni taklif qilganmiz. Ulardan biri Halim Saidov, filologiya fanlari doktori, professor. Xush kelibsiz domla. Ikkinchi suhbatdoshim Mahmud Yo'ldoshev, psixologiya fanlari nomzodi, uzoq yillik pedagog. Bekorga bu suhbatdoshlarni tanlamadik, chunki mavzu nihoyatda nozik va har birimizga daxldor. Hayot yo'llaridan o'tgan, o'g'il tarbiya qilgan, nevara tarbiya qilayotgan, hayotiy tajribaga ega bo'lgan, o'zini mustahkam qarashlarga ega bo'lgan ustozlar sifatida bugungi bahsli bir masalaga yaqinlashishga, imkon topsak yechimlarini tavsiya qilishga intilamiz, harakat qilamiz. Men suhbatimni bir kitob bilan boshlamoqchiman. Qo'limda Abdurauf Fitratning tanlangan asarlar to'plami. Bu kitobning ichida Fitratning oila yoki oila boshqarish tartiblari degan bir risolasi joy olgan. Deyarli 100 yil oldin yozilgan risola. Bugun ko'pchilik kitobxonlarimiz bilmaydi bu narsani. Oilalar keng tarzda o'qimaydi. Turklardan tarjima qilgan, boshqa xalqlardan tarjima qilgan yengil-yelpi diniy ma'rifiy yo'nalishdagi asarlarni o'qiymiz, lekin o'zimizdagi haqiqiy mana shunaqa e'tiqodiy tomondan to'g'ri yo'lga soladigan, milliy tomirlarimizga tutashib ketgan asarlarni deyarli o'qimaymiz. Mana shu asardan bir kichkinagina iqtibos keltiraman. Fitrat domla yozadilar. Biz turkistonliklar bolalarimizdan ko'ra mollarimizga yaxshiroq qaraymiz. Buni juda qo'pol qabul qilmang va o'zini fikrini shunday dalillaydi. Yo'q, bolalarimiz jonimizdan ham aziz. Ular nazarimizda hammadan suyukli va aziz. Lekin tarbiyada biz baribir bolalarimizdan ko'ra mollarimizga yaxshiroq e'tibor qilamiz, tarbiyalaymiz deb fikrni berganlar va mana shu asar risolaning ichida o'g'il bola qanaqa tarbiyalanish kerak, qiz bola qanaqa tarbiyalanish kerak, turmushga qanaqa tayyorlanadi, uylanish odoblari qanaqa, turmushga chiqish odoblari qanaqa, oilani tutish odoblari qanaqa, ayoliga, ota-onaga munosabat, jamiyatga munosabatni tarbiyasi qanaqa. Bir o'g'il bolani, bir qiz bolani tug'ilgandan to umrini oxirigacha rioya qiladigan tartib qoidalari haqida bizga nihoyatda tushunarli fikrlarni bergan. O'tgan asrni boshlarida ham Turkistonni qiynagan alamli savollar hozir ham bor, hozir ham ko'ksimizni kuydirib turgan ba'zi bir masalalar bor. Bugun ham shu masalaga e'tibor qaratmoqchimiz. Hech qaysimizga sir emas, internet tarmoqlarida, ochiq tizimlarda yoshlarimizning ota-onasiga, ustozlarga bir g'ayri-insoniy, g'ayri-axloqiy munosabatda bo'layotganini ko'ryapmiz. Bir tomonda ularning sport musobaqalarida, ilm-fan yutuqlarida qanchalar yuqoriga ko'tarib borayotganini quvonib tomosha qilsa, ikkinchi bir tomondan mana shunday tarbiyasizlik, axloqsizlik bilan yuzimizni bir tomonini qora qilib qo'yarmikin degan bir alam, iqtibos ichimizdan o'tib turadi. Bugun mana shu bir milliy fojiamiz ga aylanib ketmasligi zarur bo'lgan bir masala xususida bahsga kirishamiz. Qadimdan ota-bobolarimiz oilada ham qiz bolaga juda qattiq turilgan. Ovozingni chiqarma, ko'chadan birov so'rab kelsa, sen chiqma, yugurib deb avval erkak kishi xabar oladi deb yoki dasturxonda o'tirganda ham birinchi otang boshlasin, bunaqa kiyinma, bunaqa gapirma, bunaqa qara deb biz doim qizlarning tarbiyasiga imkon qadar ushlashga harakat qilganmiz. Qiz bolaning har bir qadamini nazorat qilib turishga harakat qilganmiz, lekin bu o'g'il bolada, bu o'g'il bola. Sen jim tur, ukang nima deydi? Sen jim tur, akang nima deydi? Endi unga yigitlik mas'uliyatini his qildirish istaganmiz, shuni ichida bir erkalashlar qorishib ketgan va hozirgi holatga keldik deb o'ylayman. Tarbiya hozir aytganingizdek oilada boshlanadi. Ammo ko'pchilik o'ylaganday oilada degan tushunchaning o'zini yana bir aytaylik yorib ichiga kirishga to'g'ri keladi. O'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, uning tarbiyasi mana shu oila tushunchasining boshlashidan, ya'ni oilada farzandning onasini hurmat qilish, sevishdan boshlanadi. Chunki tarbiya bu o'sha oilaning mahsuli. Ulardan paydo bo'lgan farzandning yo'nalishi topilib yo'lga qo'yilishi. Biz erkak sifatida ayolga munosabatimiz qo'pol bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, uning farzandiga ham munosabatimiz baribir qo'pol bo'laveradi. Demak, oila tushunchasida bola farzandi juda uzoqdan boshlanadi.
Bu aytaylik o'z o'rinda o'sha oila qurgan insonning qanday tarbiya topgani va boshqa uzoq chuqur keta boshlaydi. Biz hozir ko'targan muammoning yana bir katta tomiri jamiyat o'zining qaysi pog'onasida turibdi, taraqqiyotning qaysi pog'onasida turibdi. Agar jamiyat yo'lga tushib ketgan taraqqiyot pog'onasida bo'lsa, tarbiya yo'nalishi oilalarda butun o'sha jamiyatda uncha qiyin bo'lmaydi. Eng qiyin holat o'tish paytlariga to'g'ri keladi. Bu o'tish paytlarida jamiyat qaysi taraqqiyot yo'nalishiga kirgan bo'lsa, oilalar ham shunga qarata yo'nalishni tanlashi kerak bo'ladi. Biz buning aytishimizning sababi bu tarixda bosib o'tilgan yo'llar juda yaxshi ko'rsatadi. Yevropaning 40-50, ayniqsa 2-jahon urushidan keyingi holatini qarasangiz, oilalar nihoyatda yaxshi va jips yashashgan va u yerdagi tarbiya ancha yo'lga qo'yilgan. Lekin o'sha 70-yillarning boshi, 60-ning oxirlariga kelib turib, oilada tarbiya masalasi jiddiy muammoga aylana boshlagan. Sababi o'sha paytida 60-yillarda aytaylik 10, 15, 13 o'tish davriga to'g'ri kelgan bolalar oilada janjal ko'tarib, tashqarida urush to'polonni chiqara boshlagan. Ijtimoiy muhit oilaga qattiq ta'sir qila boshlagandan keyin oila boshliqlari o'z bolalarini qanday tarbiyalashni topolmay qolganligidan bolalar o'zlarini ko'chaga ota boshlagan. Ma'lum ma'noda ular ham yo'l izlay boshlaydi. Bu o'rinda tabiat ularning ruhiga solgan bir tushuncha kuch ishlatish. Birov-birovni urush va birov-birovni aytaylik biron bir mayb qilish, boshqa qilish. Bu sekin-sekin o'sib jamiyatning juda katta muammosiga aylanadi. Sinf va sinf, maktab va maktab urushlarigacha olib keladi. Xuddi shu voqea aytaylik jamiyatning katta o'zgarishlari sabab bo'lgan holatda Yaponiyada 90-yillarda takrorlanadi. Bu holat bilasiz, Yaponiya nihoyatda sharq mamlakatlariga kirganligi bilan o'z oilaviy tartib qoidalari juda mustahkamligi bilan ajralib turadi. Ularda ham shu muammo takrorlangandan keyin pedagoglar, tarbiyachilar, faylasuflar, ijtimoiy yo'nalishdagi olimlar buning ma'nosini, sababini izlay boshlaydi. Sababi yana o'sha tarbiyaga kelib taqaladi. Tarbiya esa ijtimoiy holat va ijtimoiy muhitga kelib taqaladi. Oilada ona tarbiyachimi va ota tarbiyachimi? Jaddodlarning aytib ketgan gapi, bir o'g'ilni tarbiyalasangiz, yaxshi bir shaxsni, yaxshi bir odamni tarbiyalaysiz. Bir qizni tarbiyalasangiz, millatni tarbiyalaysiz. Mana shu jihatdan olganda o'g'il bolalar tarbiyasi jamiyatda nihoyatda katta aytaylik muammo va shu bilan birga kelajagini, millatning kelajagini aniqlaydigan falsafiy yo'nalish sanaladi. Jaddodlar deganlariga bir gap aytib ketsam maylimi? Bu yerda ona fitratda masala bor. Qanday qilib degan savolga bor albatta fitratda ham, lekin avloniyda sal boshqacharoq. Uni ikkiga bo'ladi tarbiyani. Tarbiyani uy tarbiyasi deydi. Ikkinchisi ta'lim dargohida va o'sha yo'nalishdagi tarbiyani nazarda tutadi. Hozir aniq nomi esimdan chiqdi. Lekin bitta o'ziga xosligi shundaki, uyda deydi. Ona tarbiyalaydi. Endi bizlar jaddodlar nuqtai nazaridan qarasak, masalan Navoiylardan kelyapti-da ular. O'shandan ulgu olyapti. 5 yoshdan buyog'i maktab yoshi. Demak, 5 yoshgacha podshoni uyda ona tarbiyalaydi. Lekin ikkinchi bosqichda birinchi o'rinda otani qo'yadi. Ya'ni davlat tarbiya, umuman jamiyat tarbiyasiga birinchi o'rinda otani qo'yadi. Ikkinchi o'rinda muallim, bu endi o'rta maktab. Uchinchisi mudarris, oliy maktab deylik, hozir kollej, litsey, oliy maktab deylik. Va hukumat qo'yadi 4-da. Mana shu 4 talasi deydi. Agar birgalikda ishlasa, bolaning tarbiyasida katta o'zgarish bo'ladi, ya'ni o'shandan bilinadiki, bu yerda siz aytayotgandan ona birinchi tarbiyani beradi. Onaning tarbiyasi bolaning shu podshohlik davri haligi yoshigacha. Podshohlik davridan keyin bu yog'i endi
qattiq qo'llik, ya'ni ota. Onani aralashtirish yo'q. Mana hozirlar onaga qolib ketdi. Hamma narsa hozir qaytaramiz bu masalaga. Mana o'sha yerda ikkinchi ishlayotgan ota, demak onaga tashlab ketdimi, ikkinchisi muallim. Va muallim deganda albatta erkak muallim nazarda tutilgan. Qattiq qo'l erkak muallim va bilimli muallim. Mudarris ham xuddi shunday. Hukumat endi o'zini vazifasini qo'yib, ya'ni buyurtmasini qo'yib bajarish kerak. Agar bizlarda mavzumizga to'g'ri kelsa buyurtma degansiz. Aslida buyurtma emas, bu niyat, ezgu g'oya hamma narsa turadi. Endi hukumat buyurtma qo'yadi. U o'sha buyurtmasi uchun mablag' ajratadi, uni o'qitaradi, tarbiyalaydi, o'qituvchilarga oylik beradi va hokazo buni hammasi ta'minlab beradigan bu hukumat hisoblanadi. Nazorat bizlarda hammasi bordek. Lekin zanjirda qayerlar uzilganini bilib turibdi-yu. Onani qo'lidan chiqib otaga topshiryaptimi? Ota chekkada yuribdi, qayerdandir non topishga chiqib ketgan. Bu maktabga boryapti. Maktabga topshiryapti. Uni 3-chi odamimiz muallim. Muallimlar ichida u erkak qolmadi. Haliki oliy o'quv yurtiga ham boring. U yerda ham qizlarni, onalarimizni, singlarimizni yaxshi ko'rgan, sevgan holda aytyapman bu gaplarni. Ularning hammasini o'rni bor, yuragimizda ham, jamiyatimizda ham. Lekin o'g'il bolaning tarbiyasida qo'l erkakning ta'siri sezilmay qolyapti. Ya'ni mana shu hukumat darajasigacha. Ya'ni mana shu tartib qoida. Qaysi ma'noda aytyapman? Masalan, kimnidir olib chiqamiz, deylik. Mana hozir yigitlarda ham mard o'g'lon va bularni harakat qilishyapti ko'tarishga. Lekin bu yetarli emas deb bilaman. Nima uchun? Mana maktabda e'tibor bering, qizlar o'zini ko'rsatsa, qizlarni birinchi o'ringa qo'yadimi yoki yigitlarni? Qizlar shaddodlik qilsa qanday qaraydi, yigit sho'xlik qilsa qanday qaraydi. O'sha tarbiyani me'yori menimcha ishlab chiqilmagan deb o'ylayman. Haligi yigitni shunday po'stayini qoqishadiki, ikkinchi marta u bosh ko'tarmaslik kerak. Bosh ko'tarsa ham maktabdan tashqarida qiladi o'shani. Ya'ni tarbiyada mana siz shuncha kitoblaringiz chiqqan, men sizga ham shuni bahs nuqtai nazaridan qarayapman. Bu yerda mana jadidlarning g'oyasi amalga oshish uchun nimalar qilish kerak? Men aytgan so'zlarni siz 4-o'ringa chiqardingiz, ya'ni davlat buyurtmachi. Aslida hozirgi men Yaponiyani aytib o'tgan joyimda davlat sifatida ijtimoiy taraqqiyot jamiyatning yo'li. U birinchi o'rinda bo'lish kerak. Umuman aytaylik, uni qanday nom bilan atasangiz. Ota, ona degan so'zni birga qo'ygan holda tarbiyaga kelganda hozirgi zamon ko'plab dunyodagi institutlarning, universitetlarning peshonasiga shunday narsa yozib qo'ygan. Ilmiy, amaliy dars beruvchi oliy ta'lim maskanlari tarbiya bilan shug'ullanmaydi. Bizda haligacha maktab qayoqqa qaraydi? O'g'limiz bir sho'g'lik qilsa, borib maktab muallimlariga, direktordan boshlab hammasini so'kib chiqamiz. Maktab tarbiya bilan shug'ullanmasligi kerak. Mening bolamni umumiy yo'nalishda kimga beryapman men tarbiyasini? Yo'q. Jahon taraqqiyot yo'lida ketadigan bo'lsak, har bir oila o'zining o'z jamiyatining yo'nalishini tanlab olgan holda ota-ona oilada tarbiyalash kerak. Ta'lim bilan yana bir hurmat qilaman, lekin bu yerda otani men sizga aytdim, ota yo'q oilada. Hozir yana bitta. Mana shu yerda biz ko'pincha aytaylik, Yevropayi o'zimiz sharq g'arb hammasini olganda ota yo'q deymiz. Ota umuman olganda har doim bor. Uning o'sha oilani ijtimoiy ta'minlovchi sifatidagi roli hech vaqtda hech o'chmaydi ham, ketmaydi ham. Lekin xohlaymizmi yo'qmi? Farzandni ota tarbiyalaydi, millatni ona tarbiyalaydi. Fikrlarga qo'shilaman, lekin biz praktik bo'lishimiz kerak. Ya'ni Behbudiy aytmoqchi, haligi hayotga moslashib
Agar ilgari sizda azaldan sizda masalan psixologiyada shu yo'nalishlarda sizlar fikrlaringiz ota tarbiyalash. Mana shuni keling, qanday qilib ota tarbiyalaydi oilada bo'lmasa. Siz aytyapsiz, maktabdan chiqarib tashladi tarbiyani. Men qarashim eski, balki men jadlar ko'proq o'rgangandim. Ular otani darajasi past bo'lsa-ga, uni bolasini darajasini ko'tarish uchun otadan boshqa ustoz ham kerak. Shuning uchun aytadiki, ustoz otangdan ulug' degan gap bor. Bahsli gap bu. Lekin otangdan ulug' qachon ulug' bo'ladi? Qachonki uni darajasi, domlani, muallimning darajasi baland bo'lsa, otadan ulug' bo'ladi o'z-o'zidan. Va bola otadan o'sadi. Mana shu ota, mayli uyda o'tirgan ota yoki qayerdadir siz aytgandek tirikchilik qilib, o'sha ijtimoiy haligi iqtisodiy jihatini ko'tarish uchun qayerlardadir dunyoning qaysi chekkasida yurgan ota yo'q ta'siri. Mana shu haqida gap ketyapti. Onani qo'lda qolib ketyapti-da bola. Maktabda ham shu ahvol, siz aytyapsiz, ya'ni ustiga ustak bu fikrda oldingi vazirimiz ham aytib ketdi. Maktab dedi, ta'lim bilan shug'ullanadi. Xuddi sizning gapingiz. Ota yo'q bo'lsa, maktab shug'ullanmasa, bola bilan, o'g'il bola bilan ko'cha shug'ullanadi. O'z-o'zidan jamiyat, siz aytayotgan jamiyatda qanaqa qiziqish bo'lsa, o'sha bolalarning hammasi g'oyat shaq ketadi. Buni tasavvur qiling. Bolaning darajasi, yosh yigit, o'spirin, 16 yoshdan o'tyapti, shu o'tish davrida, psixologiyada o'tish davrida u bolani har xil o'zini ko'rsatadigan yo'llarni qidiryapti. Onani tug'ilgan kunini uyushtiryapti. Kichkinagina kafe. Ta'sir. Men uni har bitta dars soniyasini to'xtatib, haligi qayta ko'rdim. Va shu jarayon shundayki, tayyorgarlik ko'rib kelingan, ya'ni tort olingan, tortda ham ustida haligi meva-chevasi yo'q, tort yomon botmaydi. Ona ham o'ylangan. Lekin tayyorgarlik ko'rilgan. Uni bir kishi syomka qilyapti. Bir kishi tomosha qilyapti. Bular kamida 3 ta yo 4 ta yigit. Mayli, mana bu onani farzandi bu darajasi past ekan. Shu onaga qo'l ko'tarib bo'lmasligini, onani bunaqa sharmanda qilib bo'lmasligini, onaga bunaqa tabrik qilmasligini, farosat, tarbiya, masalan, albatta onani o'zini buguniga qo'ydik biz o'sha yerda. Onaga ham aybdor, lekin onani yuzi yurgandan keyin onani ikkita ko'zi ko'rib qoladi. Men u ko'zni bir umr unutmayman endi. Chunki u ko'z bola tarafda. Tasavvur qilyapsizmi? O'zi tarbiyalagan bolasini ayblagisi kelmayapti uni ko'zidagi nigohlar. O'shanda ham bolasini paypaslayapti, ko'zi, onani ko'zi. Lekin u bolani ona tarbiyalagan. Mana shu yerda demak onaga bo'lgan hurmat, boya yuqorida aytdingiz, onaga bo'lgan mehr va hokazo. Onalarimiz mehrni ko'p beradi-da, o'tkazib yuboradi. Agar ota bo'lganda, sal bu mehrni me'yorga solib turadi. Chunki sipalama, mana boya jadrlar aytgan, o'sha yoshdan keyin otani qo'liga o'tdi. Ota uni o'g'il bola, erkaksan, bunaqa qilishlar mumkin emas, bu qanaqa ish deb tortib turadi. Lekin bular 4 ta yigit. Xuddi jinoiy ishga tayyorgarlik ko'rgan buni. Bu bir tasvirchi belgilangan. Qaysi aql bilan, qaysi u jamiyatning qaysi qatlami bu bolalarni tarbiyaladi degan savol bor-da. Demak, bizlar mana Avloniy aytgan 4 ta zanjir ham ishlamayapti degan xulosa. Avloniy hukumatni 4-qo'yib to'g'ri qilgan, chunki u mustabid davrida. Bugun mustaqilmiz. Bugun siz aytgandek birinchi qo'ysak bo'ladi. Ana endi o'sha birinchi qo'yishdan boshlaylikda davlat buyurtmachi bor joyda xalq ishlashga yo'l topadi. Demak, nimaga ishlash, qanday ishlash, nima qurmoqchimiz, nima qilmoqchimiz hammasi aniq. Ana shundan boshlaydigan bo'lsak, oilaning ichida, bu oila davlatning ichida davlat deb tushunaylik. Yaqinda bir joyda ko'rib qoldim, 2 ta aka-uka ota-onasini o'ldirishadi. Ularni umrbod qamoqqa joylashadi. To'ppa-to'g'ri. Demak, jamiyat boyagi biz aytgan joydan boshlaydigan bo'lsak, jamiyat buyurtmachi sifatida
va o'sha jamiyat nima qilsang unday bo'ladi, nima qilsang bunday bo'ladi degan qonunlari nihoyatda zo'r ishlashi kerak. Jamiyatning qonunlari zo'r ishlasagina bola tarbiyasi qayerdadir buzilgan bo'lsa, u tuzatiladi. O'sha umrbodga qamalgan bolalar 17 yildan keyinmi, qancha yildan keyin umrbod qamoq jazosi o'zgartirilib 25 yilga o'zgartiriladi. Demak, bu o'rinda ular o'zlarining keyinchalik apellyatsiya, ya'ni boshqatdan ishni ko'rib chiqishga berishga huquqi tiklanadi. Mana bu yerda boshqa bir narsa bor. Jamiyat o'zining bolasini turmadami, boshqa joydami, ko'chadami, ikkita bola urushsa, o'shalarning orasidagini huquq jihatdan tarbiyalab, tiklab va ularga himoya qilib bormasa bo'lmaydi. Nima uchun ularning o'lim jazosi o'zgartiriladi? Keyinchalik hammasini tekshirib, bularning tarbiyasi qaytadan ko'rib chiqilganda ma'lum bo'ladiki, bularning otasi ham ota-onasini o'ldirgan ekan. Psixologlarning til bilan aytganda, bola yoshligida qaysi tarbiya olgan bo'lsa, o'shani davom ettiradi. Biz bolaga oilada otangning aytganini qil, onangning aytganini qilib bo'lding, yoshligingda seni tarbiya qilgan desak, yana uzilish bo'ladi. Yevropada to'g'ri ketyapti deb aytganimiz yo'q, aytmasligimiz kerak. Chunki bugungi kunda Yevropaning yana ahvolida muammolar chiqyapti. Aytaylik, bugungi kunda aytaylik 100 ta qurilgan oiladan 40 tasi ajralib ketyapti. Va bizda ham shu narsa takrorlanyapti. Demak, tarbiyani ular orqasidan izlaymizmi yo o'zimiz yo'lga qo'yishimiz kerak? Menimcha Sharqning dono fikrlarini, bugungi tajribasini, Yevropaning fojiasini, boshqalarini ko'rib chiqib, yangi yo'nalishga tushishimiz kerak. Aks holda bir-birimizni takrorlayveramiz. Lekin shu yerda eng katta yo'l qo'ymaydigan xato deymanmi, o'tmishdagi bobolarning aytaylik yelkasiga xatoni ortib bo'lmaydi. Bu o'tmish, uni tuzatib ham bo'lmaydi. Lekin bugungi ko'rib turgan voqeadan o'rnak olmasak, dars olmasak, kelgusimiz bizniki ham boshi berk ko'cha bo'lib turaveradi. Biz 30 yildan buyog'iga yo'l qo'ygan eng katta xatomiz nima bo'ldi? Davlat buyurtmachi sifatida jamiyat o'zgardi. Biz bolalarimizni lekin haligacha sotsializm tizimiga o'rgatib kelyapmiz. Davlat uy berish kerak, davlat ish bilan ta'minlash kerak va unday va bunday. Bu degan so'z, bu 30 yildan buyog'iga bolamizga, "Oy, o'zing topishing kerak, davlat hech narsa bermaydi" deb aytmagan bo'lsak, bugun 30 yoshga kirganlar, keyingi 30 yoshga kirgan 60 yillik hayotimizni barbod qilamizmi? Eng bo'lmasa bugundan boshlab o'zgartiraylik dunyo qarashimizni. Biz ularni bog'chaga olib borib, bog'cha momosi tarbiyalang bularni desak, hayotdan orqada yana 30 yil qolaveramiz. Bu fojia bu. Sizningcha buni kim qiladi? Oila. Xo'sh, oila bu hozir o'zingiz aytdingiz, biz sotsializmdan kommunizmga o'tdik. Kommunizmdan kapitalizmga o'tdik. Kapitalizm nima ekanligini sotsializmda o'tgan bobolar-ku endi umuman tanimaydi-ku, otaga mayli yoshroq. Otaga kim o'rgatadi? Ota o'zidan o'zi bilib qolmaydi buni. Buyurtmachi bir narsa deyish kerakmi yo'qmi? Boya siz aytayotgan buyurtmachi. Buyurtmachi shunga sharoit yaratib berish kerakmi yo'qmi? Ana. Ikkinchidan, u ota yo'q hali siz aytayotgan ota. Yo'q bo'lib turibdi. Bolani yana qurbon qilmasligimiz kerak u. Ota o'zi bilmaydi. Yuribdi haligi qora mehnat qilib. Bolasi ham hech kim o'rgatmayapti. Siz aytyapsizki, maktab o'rgatmasin. Ota yo'q. Ona u ishlarda aqli yetmaydi yo'q. Aqli yetsa ham kuchi yetmaydi o'g'il bolaga. Aqli yetsa ham bu ona u mehr beradi. Bolajon deydi, bor chiqib kuningni ko'rgin, bir narsa qilgan deydi. Boshqa hech narsa demaydi, mehr u. Otaga o'xshab mana quloqdan burib siz aytayotganday ko'chaga mana surib chiq.
u ota yo'q-ku hali. U otani tarbiyalash kerak-ku. Siz aytgan- Jamiyatni mana shu joyiga nima qilish kerak degan savol qo'yilyapti. Siz hozir aytgan fojianing boshi yana o'zimizning xatomizdan olib chiqadigan ibratimizga biz kelishimiz kerak. Ibratga keldik domla, yo'l Hozir, beraylik, yechim hozir. beraylik, yechim. Yechim balkim harakat qilarmiz. Yechim agar topmasak, biz albatta yana takrorlayveramiz xatoni. Oddiy misol keltiraman. Alifboni o'zgartirishga kirishdik. Bolalarga alifboni o'zgartirib maktabga joriy qila boshladik, lekin o'qituvchiga oldin o'zgartirishga harakat qilmadik-ku. Mana siz aytgan ota-onalarni tayyorlamasdan bolani o'zgartirishga kirishdik. O'qituvchilar tayyorgarlikda o'tdi hammasi. Keyin o'tdi. Lekin oldin e'lon qilindi o'tish. O'qituvchilar tayyorlangan yo'q edi. Maktabda hali o'qituvchining o'zi aytaylik yozishni bilmas edi. Xuddi shunday bugun oilada qanday tayyorlashni, qanday tarbiyalashni o'rgatmas ekanmiz, yana xatoni takrorlaymiz. Savol boyagi avloni yetgan qaysisi zanjir qiladi bu ishni? Davlat. Chunki tizimni, jamiyatni va aslida jamiyat o'zgardimi? Demak, jamiyat buyurtmachiga aylanishi kerak. Buyurtmachiga aylangandan keyin menga mana shuni topib ber, qilib ber, menga ber desin. Undan keyin oilalar qo'zg'aladi, harakatga tushadi. Men nima qilishim kerak? Bu narsalarni bugungi kunda oilaga olib kirishimiz kerak. Tushunarli. Hamma Jamiyat talablarini oilaga olib kirsak, boyaga aytgan jamiyat oilada buyurtmachiga aylanadi. Oila taraqqiyot yo'nalishidagi ijrochiga aylanadi. buyurtma kelib tushyapti. Lekin uni ikkita odam qilish kerak. Bittasi ona, bittasi ota. Domla aytayaptiki, ona qilyapti vazifani. Mana bu yonidagi sherik qilmayapti. Buyurtma kelib tushaverganda bilan baribir uni xo'p pul beraman deyapti, buyurtma beryapti, natijasiga unaqa narsa beraman deyapti. Lekin buyurtma bajara olmayapmiz. Ikkinchi qanot yo'q deyapti. Shu ikkinchi qanotni qanaqa tiklash mumkin degan masala bo'lyapti domla. Endi bu yerda sizlar ikkinchi qanotni yo'q deb aytmanglar. Biz Yo'q, biz uni jisman yo'q deyotganmiz, mana. 20 ta 1 million odam, 2 million odam Rossiyaga boshqa yoqqa chiqib ketganligi bilan oila tarqab ketgani yo'q. Biz aytaylik, birinchi o'rinda o'tmishni qattiq tahrir qilishimiz kerak. Mayli, ozgina fikr bildirsam, o'tmish juda qattiq bog'lanib qolmaylik, hozirgi kunga sal yaqinlashaylik. Yaqinda Oyna sayti bir tadqiqot e'lon qildi domla. Amerika olimlarining tadqiqotini yigitlar bilan qizlarni tekshirdi-da, ular keyin boys crisis degan bir narsani, o'g'il bolalar, erkaklar krizisi degan bir masalani o'rtaga qo'yapti. Masalan, Amerikada o'smir yoshidagi, yigit yoshidagi bolalar orasida qizlarga nisbatan o'g'il bolalar o'rtasida o'z joniga qasd qilish 2 barobar ko'p ekan. Qizlarga nisbatan. Yoki Yaponiyada mana qat'iy an'analar asosida quriladi hamma narsa ularda, lekin maktab o'quvchilarini, o'quvchi yoshdagi qiz yigitlar oiladan chiqib ketyapti-da, kunlik kunini o'tkazish uchun, fohishalik qilish uchun ko'chada turibdi o'quvchilar. Politsiya uni qaytarib olmayapti, ota-onaning kuchi yetmayapti. Majburlab qaytarib olishga qonun yo'l bermaydi. Lekin ularda, Yaponiyada, Amerikada qonun bizdagidan ko'ra yaxshiroq ishlaydi-ku. Bir tomon endi faqat qonun emas ekanda buni xalqqa beradigan. Faqat qonun to'g'ri ishlasa, tarbiya o'z-o'zidan iziga tushib ketadi degan narsa. Va o'sha yerda tadqiqotchilar aytayaptiki, nimaga shu yigitlarda, erkaklarda hozirgi kun, shu bugungi kun krizis kuzatilyapti. Bir qancha sabablarni ko'rsatgan. Depressiyaga berilish, o'zi bilan o'zi bo'lib qolish kuchli ekan yigitlarda. O'zlashtirishda qizlarga qaraganda yigitlarning o'zlashtirish darajasi past. Ishga olinishda yaxshi ishchan ayol xodimani olish tanlayapti ekan, ish bermaydigan erkakdan ko'ra. Bir qancha sabablarni ko'rsatgan va yana eng muhimi biz tinimsiz aylanayotgan masalani aytayapti, ota tarbiyasining yo'qligi deb. Boyagi masala jiddiy masala. Onani qo'lidan bog'chapani qo'liga boryapti, bog'chapani qo'lidan muallimani qo'liga boryapti, muallima universitetda ayol kutib olyapti, ishxonada ham u yog'i ungacha qotib bo'ladi u bola. Biz islom dinida bo'lmagan boshqa bir jamiyat emas, asosiy aholisi islomga e'tiqod qiladigan jamiyatdagi holatni aytayapman men. Bu endi prognozlarda ochiq aytilmaydi bu narsa, lekin bu baribir ertaga qizlarning hayotiga, oilaga ta'sir qiladigan og'ir narsa bu.
shu masalani hozir uzoqlardan kelmasdan bir konkret yechimlar bersak. Men sizni fikringizga qo'shilaman domla. Biz erkaklarimizni masalan, agar erkakning saviyasi, ma'naviy holati ayolnikidan past bo'lsa, ayol uni aytganini qilishi xohlamaydi, qabul qilishi xohlamaydi. U bilan yashash azobga aylanib ketadi ayol uchun. Ayol ham o'zidan balandroq odamga suyanish xohlaydi. Eri o'zidan har tomonlama aqlda ham, fikrda ham, yurakda ham o'zidan balandroq bo'lishini xohlaydi. Qizlar ham o'qimagan, har narsani aljirab yurgan yigitdan ko'ra es hushi joyida erkakni, oilani, butun oilani tarbiyasini ko'rgan yigitni tanlaydi turmush qurish uchun. Endi hozir biz erkaklar va ayollar soni, qizlar foizi ko'proq, shuning uchun tanlash darajasi sal pastroq. Mana hozirgi holatda tug'ilish darajasi o'g'il bolalarda baland. Asta-sekin jamiyatda o'g'il bolalar ko'payib ketsa, qizlarda tanlash imkoniyati kengayadi. Ular eng yaxshilarini tanlay boshlaydi. Tanlanmagan anavi yigitlar qatlami nima bo'ladi? Depressiyaga uchraydi. Sizning hozirgi aytgan gap, muammoni ko'targan muammongizni ikkiga bo'laylik. Birinchi tomoni, bugungi kunda hatto Amerikada nima uchun bolalar o'z joniga qasd qilyapti, nima uchun ular depressiyaga tushyapti. Yana biz ko'targan masala, o'sha aniq masala, Amerikada ham ijtimoiy jamiyatning holati o'zgaryapti. Bugungi kundagi taraqqiyot, u Amerika bugun aytaylik qaytadan kapitalizmga kirayotgani yo'q. Bugungi kundagi taraqqiyot, o'zimizdan gapiring domla. Depressiya o'zimizni ham to'lib toshib yotibdi. Hozir kelamiz. Agar biz Amerikani yoki boshqa davlatlarni kuzatmasak, biz aytaylik qayerga kelganimizni bilmaymiz. Hozirgi kunda Amerika, undan keyin Yevropa bolalari o'sha oldin depressiyaga tushdi, keyin izlanishga ko'chaga chiqdi, keyin to'palan qildi va oxir oqibat o'zlarini osishdi, boshqa qildi. Bu degan so'z bugungi kundagi texnologik revolyutsiya ketyapti. Jamiyat o'zgaryapti. Agar mana bu o'zgarishlarga ular tayyor bo'lmasa, biz juda yaxshi tayyorlanib olishimiz. Shu o'zgarishning ichida yigit ham turibdi, qiz ham turibdi. Nimaga o'g'il bolalarni yo'qotish 2 barobar degan masala turibdi. Hozirgi paytda men bu masalani aytaylik bu yerda ajratmagan bo'lardim. Yoshlar deb o'tib ketaylik. Unaqa deya olmaymiz, chunki o'zini o'sayotgan bolalar qizlarga qaraganda 2 barobar ko'p. To'ppa-to'g'ri. Bundan ham ko'payadi. Xuddi shu holat aytaylik bizda oilalarning aytaylik turmushlarining buzilishi 2 barobar ko'payib, aytaylik yana ko'payishi. Demak, bu tabiiy o'tib ketilishi bo'lgan. Tabiiy jarayonni ancha narsa yutqizib qo'yishimiz mumkin. Yutqizamiz. Shuning uchun endi bu tabiiy deyishingiz mumkin. Chunki mana jamiyatlar shunaqa rivojlangan. Bizlarning o'ziga xosligimiz shundaki, bizlar ko'zimiz ochiq. Mana siz aytayotgan Amerikasini ham, Yaponiyani ham tajribasini ko'rdik. Biz taxminan bilamiz nima bo'lishini. Ha, shuni oldini olib, nimadir qilsa bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Albatta shu haqda gapiryapmiz-da. Demak, meni fikrimcha bu yerda boyagi avloniydi, siz aytayotgan 4-chi, birinchi o'ringa chiqish kerak. Davlat buyurtma berish kerak. Buyurtma berganga yarasha bu yoqni ham ta'minlab qo'yish kerak. Ya'ni bolani ota shu atrofida yurish kerak. Agar yura olmay tashqari ketadigan bo'lsa, qanaqadir yuklama yuklash kerak. Qonun bo'yicha deysizmi yoki boshqa deysizmi? U o'g'il bilan har kun yoki hech bo'lmaganda 2 kunda bir muloqot qilib turish kerak. Telefon orqali nazorat qilib turing. Nima qilding bugun? Ona nazoratchi, ona nima qildi? Falon vaqt turibdimi yo'qmi? Keldimi? Ishga bordimi yo'qmi? Qayerda? Nima o'rganyapti? O'zi tashqarida bo'lsa ham mana shu majburiyatni otaga yuklash kerak. Agar qila olmasa, uni qaytarib chaqirib olish kerak. Mana shu betda masalan oilada otani paydo qildiramiz. Shunda otani nisbatan. Ikkinchisi, maktabda erkak o'qituvchilarni, masalan ayollarni hurmat qilgan holda aytayapman. Ayrim fanlarga qo'shimcha ustamalar berib, masalan jismoniy tarbiyasi bor, chot degani bor, tayyorgarlik ko'radi harbiyga. Shunga o'xshagan 2-3 ta yo'nalishda albatta erkak qo'yish kerak va ularning oyligini sal ko'tarish kerak. Nima uchun? Chunki u erkak oilasini boqolmaydi bugungi pul bilan. Ikkinchi masala hal bo'ldimi? Oliy ta'limda mayli, uni men erkak ayolga ajratmayman, bilimga bog'liq u yerda. Oliy ta'limdan olsin, lekin o'shanda ham siqib tursin erkaklarni
tarbiyasini talaba his qilib tursin. Chunki hozir yoshlarimiz erta chiqib ketadigan bo'lsa, masalan, hozir kiradigan 16-17 ga o'qishga kiradigan bo'lsa, hali ham kerak. O'tish davri tugamagan bo'ladi, tugagan bo'lam. Universitetga 18-19 yoshda kiradi. Va hozir yoshlar ham boryapti-da, ertaroq tayyorgarlik ko'ryapti. Mayli 18-19 yil. U yoqda erga kerak emas deylik, lekin miya kerak-ku. Mana shu bolani miyasi, o'sha o'g'il bola qaysidir erkak o'qituvchiga qarab shu miyasi rivojlanganligini his qilib, bu ham intilish kerak demoqchiman. Unda primerlar bo'lishi kerak-da, buni misollar bo'lishi kerak. O'sha ko'z oldida turish kerak. Shunaqa kallamni ishlatsam bo'lar ekan, mana degan xulosaga kelish kerak-da. U o'ziga o'zi ayollarga munosabati boshqacha bo'ladi baribir. Qavm-qavm rang oladi deydi-ku. O'zimiz bekardan bekar aytilmagan bu gaplar. O'sha rangini kimdandir olish kerak. U o'tish davri. Men siz aytayotgan oilaga tayyorgarlik ko'rish davri. Oliy o'quv yurtida payti. Bu ertaga men kim bo'laman? Men qanaqa oilani boshqaraman? Hech bo'lmasa o'sha davra suhbatlarida, o'sha jarayonlarda ko'rish kerak. U shunaqa odamni ko'rib turish kerak. Hech bo'lmasa erkakning ovozini eshitib turish kerak. Men shunaqa ta'sirlar, ya'ni imkoniyatimizdan kelib chiqib tashkil qilishimiz kerak. Men osmondagi narsani olib berak demayapman. Imkoniyatimiz bugun nimaga yetadi? Men shuncha aytayapmanki, psixologlarimizga ham, umuman olimlarimizga, pedagog olimlarimizga ham mana shu sistemani ishlab chiqish kerak. Jamiyat buyurtmasini berdi. Mana hozir yangi 16-yildan keyin buyurtma shuki, axborot o'zingiz ham aytdingiz, axborot texnologiyasi rivojlanib ketyapti. Dunyoga teng bo'lishimiz uchun o'sha darajaga chiqishimiz kerak. Bu buyurtma bu. Ana endi o'sha buyurtmani ichida bu ham o'g'il bola ham ota bo'lish kerak, ham yor bo'lish kerak, ota bo'lish kerak. U davlatni, yurtni, oilasini, yurtni himoyachisi bo'lish kerak. Kerak paytda chiqib ko'ksini qalqon qiladigan darajada qo'rqmas bo'lish kerak. Tumarizlarga kunimiz qolmasligi kerak. Tumarizlar erga qolmagandan keyin chiqqan. O'sha afsonalarda ham. Shuning uchun bu juda ham jiddiy muammoni ko'targansizlar, lekin buni bitta hozir domla bilan suhbatimizda hal qilmay, lekin uni maydalab maktab varianti, oilani alohida, maktabda alohida, oliy o'quv yurtida alohida. Umuman o'g'il bolani shakllanish jarayoni, buni ichida eng zo'rlarini tanlab olib, ularning yo'lini ko'rsatish kerak, targ'ib qilaverish kerak. Ya'ni demoqchimanki, uydagi otani, joyi bilinib qolgan otani joyini bildirmasligimiz kerak. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq nima imkoniyati bo'lsa, o'sha bolaga yetib boradigan, biz o'sha bolaga yetkazadigan, ya'ni uni bugun qabul qiladigan. Masalan, bizlar domla bilan doim biz katta maqolalar yozib o'rganganmiz. Bular o'qimaydi ikki dunyoda buni, hozirgi avlod. Bularga yetadigan qilib, kichkina lavhachalar qilib, qanaqadir yo'li bilan bizlar bularga yetkazish choralarini ko'rishimiz kerak. Buni ishlab chiqish kerak, loyihalashtirilish kerak, mablag' ajratilish kerak, ijodkorlar ishlash kerak va hammani o'sha jamiyatdagi har bitta qatlamni safarbar qilish kerak. Ana o'shandagina siz aytayotgan qadriyatlarni inobatga olgan bir jamiyatning bir vakillarini tayyorlashimiz kerak. Mana shunga yo'naltirish kerak. Uni qaysi darslikning qaysi mavzusida qanday qilib qo'yamiz? Uni qanday kiritamiz? Psixologlar, pedagoglar birga ishlash kerak. Albatta, buni birgalikda ishlamasa bo'lmaydi. O'shanda ham hippilarni, masalan siz aytdingiz, Yevropani, u Amerikadagi hippilar harakati bor. Butun mashhur hamma yerda. Uydan sani ko'chaga chiqib ketish. Sani talablaringga ham, sani qadriyatingga nima voz kechdim deb ko'chaga chiqib ketmay, ular podvallarga kirib ketgan. Podvallarda yashagan o'sha yerda aralash quralash bo'lib, shuni avlodi bugun dunyoni bosib olyapti. Har holda o'sha qarashlarga ham qarama-qarshi qilib tayyorlab o'zimizni o'g'il bolalarimiz, lekin baribir men o'g'il bolalarning mavzusini aytganlaringiz bilan mavzu ko'targan, buni hammasini mohiyati ona turibdi. Onalar biz baribir tarbiyasiga ham ona butun bo'lish uchun, butun tarbiya berish uchun uni yonida tog'day bo'lib ota turish kerak edi. Albatta. O'sha men sizga aytayapman-ku, siz bilan biz avval tovuq paydo bo'lganmi, tuxum paydo bo'lganmi degan savolni qo'ysak, mana qo'yib qolamiz. Lekin baribir mana o'zimizning o'tmishlarda ham bor. Mana u Elturishxonni qanday qilganini mana Jumanazar Begzora chiroyli ochib bergan. Elturishxon nechinchi asr mustamlakadan chiqib ketgan. Mustamlakadan chiqib ketishga onalar asos bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? O'shani jismoniy va u juda alohida mavzu, lekin demoqchimanki, baribir onalarimiz parallel ketish kerak boyagi jarayonda. O'g'il bolaning tarbiyasiga uni ham ishtiroki bor chunki.
Shuning uchun mana bu degan faqat yigitlar tarbiyalash emas. Siz domla aytdilar, birgalikda olib borish kerak. Biz bugun erkaklarni, yigitlarni, biz shu vatanning himoyachilarini tarbiyalashni va shularga aytaylik loyiq o'zimizning vakillarimizni yetkazishimizni ko'zda tutayapmizmi? Demak, bugun biz boshqalarga qarab, ular nima xato qildi? Ular qayerga qarab ketyapti? Va biz nima qilishimiz kerak? Bu yerda ayol tarbiyalaydimi, erkak tarbiyalaydimi? Mana shu jamiyatni o'ylasakkina, O'zbekistonni o'ylasakkina yaxshi yo'nalishga kirib olamiz. Aks holda biz onalarning ustiga hozir yuklaymiz. Erkaklarni aytaylik, kimlarga non topib kelsang bo'ldi deb turib qaraymiz va bir tomondan unga non topib deymiz, chunki kapitalizm yashashining aytaylik moddiy jihat ta'minlanishi kerak. Ertaga kunda bolalar u non topib ketishga chiqib ketgan edi, bolalar otasiz tarbiya topgan demasligimiz kerak. Siz aytganday, o'sha telefonda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Xabardor bo'lib turish kerak avloddan. Ya'ni tarbiyalanayotgan avlod qolib ketmasligi kerak, aytaylik, qarovsiz. Bugungi kunda Yevropada katta bizning nazarimizda bo'layotgan xatochilik. Nihoyatda katta bolalar qismi otalarsiz yo onalarsiz tarbiyalanyapti. Ya'ni noto'liq oilalarda. Bu Yevropa uchun fojia. Biz uchun bu fojia emas, undan ham dahshatga olib kelishi mumkin. Demak, biz mana bu xatoni takrorlamasligimiz kerak. Oilaga qaytishimiz kerak. Oilada qaytib, sen ayol, sen erkak. Yigitlarning aytaylik tarbiyasida erkak bosh rolni o'ynashi kerak degan qattiq qoidaga kelishimiz kerak. Qattiq bir ishonchga kelishimiz kerak. To'g'ri. Erkakning ta'siri siz oiladan olib chiqmaydi. Demak, bu narsani ongli ravishda talab darajasiga ko'tarishimiz kerak. Agar mana shu talab darajasiga ko'tarishga o'tmas ekanmiz, biz aytaylik yana noto'g'ri yo'llarga kirib qolishimiz mumkin. Boyagi men aytgan fikrni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Millatni faqat ayol tarbiyalaydi deb. Ayoldan boshida aytaylik, oilaning boshida o'sha erkak turishi kerak. Biz misol uchun aytaylik, bugungi kunda Yevropada oilalarning ajralib ketayotganligini ko'rib turibmiz. Bizda bu narsa boshlanganini ham ko'rib turibmiz. Lekin sharq udumidan, sharq an'anasidan bir saboq olmayapmiz. Ajralgan oilalarda har doim sharqda bolalar otada qolgan. Chunki u aytaylik ota bobosi va urug' aymog'i otadan sanalib otaga taqalgan. Biz o'rislardan olgan qoida bo'yicha ajralayotgan oilalarning hammasida bolalarni ayollarga berib yuboramiz. Ular 2 barobar qiyin ahvolga tushyapti. Birinchidan moddiy jihatdan qiynalyapti. Ikkinchidan begona oilaga boryapti. Qaytib bolalar begona oilaga boryapti. Ikkinchi tomonning otasi, onasi, lekin ular bilan birga yashamagan. Begona oilaga boryapti. Endi tasavvur qiling, bu oilada ona qaytadan erga tegib ketsa, umuman aytaylik, o'sha begona ona tomondagi ota-onada qolib ketyapti. Bular millatning tarbiyasiga keyin salbiy ta'sir beradi. Demak, erni ham, yigitni ham u yerda tarbiyalash qiyin, nafosatga erishgan ayolni ham tarbiyalash qiyin u yerda. Yigitlar qachon kuch oladi? Oilada ota qattiq qo'l yo'nalish berib tursa. Ota o'ta qattiq qo'l bo'lsa, yo'lga o'ta boshlasa nima qiladi? Janjal chiqa boshlaydi. Demak, muvozanatni ham ushlash kerak. Albatta, Muvozanatni ham ushlash kerak. Me'yor har narsada bo'lish kerak. Yana bitta gapingizni qo'shimcha qilaman. Bobolarni o'rni bo'lgan azaldan nabiralarni, o'g'il bola nabiralarni. Masalan, men bobomning qo'llarida katta bo'lganman.
bitta fikringizni davom ettirasiz. Endi tasavvur qiling, siz o'sha ota tomonidan bobongizda emas, ona tomonidan aytaylik borib qaytadan tushib, ona tomon bobodan qo'lda katta bo'lganingizda qanday bo'lardi? Bir tasavvur qilishingiz qiyin-ku bu narsani. Yo, ikkalasida ham man juda erka nabira bo'lganman. Ikkalarini ham qo'llarida tarbiyalanganman desam ham bo'laveradi, lekin uydagi haqiqatan ota tarafdan siz aytgandek otam, dadam o'rgatolmagan narsani o'rgatishga fursati, o'rgatishga toqati. Chunki u har kun ertalab ishga ketadi, kechqurun qaytib keladi. Bobo uyda bo'ladi. Boboni yonida turib biz masalan tog'larda qaraganmiz, mollarga qaragan, yonlarda, atroflarda aylanib. Ya'ni jarayonda juda ko'p narsalarni o'rgatganlarini keyin bilganmiz. Hozir o'sha payti bilmaganmiz. Uni keyin bilgan demoqchimanki, bobolarni o'rnini tiklash kerak. Bobolar bugun choyxona emas, marhamat qilib ma'lum vaqtini o'g'il bola nabiralarini ham tarbiyalashga vaqt sarflash kerak. Endi bu albatta bu juda ham katta haligi bahslar keltirib chiqaradi. Chunki Sovetdan o'tgan bobo, Stalindan boshlaydi, bu yoqdan boshlaydi. Qiyin masala, lekin hech bo'lmasa odob masalalarini, o'g'il bola qanaqa bo'lish kerak? O'g'il bolaning balog'atli yoshidagi uzun sinoatlari bor. Otasi ayta olmaydi, bobo aytadi uni. Xo'sh, keyin buni boboning yonida uxlaydi. Masalan, balog'atli yoshi atrofidagi 12 yoshdan keyin boboning yonida uxlaydi. Yotish, turish, yurinish, kiyish, ibodati boshqa hamma narsani bobolardan o'rgansa bo'ladi. Birinchi bo'lib soqol olishni. Mana jarayonlar hammasi ular boshida o'tkazgan narsani erinmasdan aytib bera oladi. Lekin bugungilar asosiy vaqtini choyxonalarda, gurunglarda, ba'zilarda sarflashga harakat qilishyapti. Menimcha ularni ham qaytarish kerak. Ular yo'qda, yonida. Uning yonida kim bor? Bola yaxshi ko'rgan muallim bor. Bola uni yaxshi ko'radi muallim. Yumshoqqina muallima bor. Aksariyat o'g'il bolalar muallimani yaxshi ko'radi. Va albatta yaxshi ko'rgan odamdan nimadir olay deydi. U bilmagan holda oladi va sizga masalan juda erish tuyuladi. Ko'chada keyin qaraysiz, voy deysiz, bu o'g'il bola-ku deysiz. Nega qaydan olyapti? Ha, yonida erkak bo'lmagandan keyin oladi-da. Shuning uchun men aytmoqchimanki, ko'paytirishimiz kerak erkakni, otani, boboni ishtirokini o'sha tarbiya, ya'ni podshohlikdan o'tgan o'g'il bolalarni tarbiyasida erkakning nufuzini ko'tarishimiz kerak. Ko'paytirish ham kerak. Ya'ni bu yoqda ayollarimizni men aytdim, hech qachon soqit qilmayman. Parallel borayotganda mana shu jihatlar hisobga olinishi. Siz qayta urg'u beryapsiz, domla, lekin masalan erkakning nufuzi oshsa, u bilan erkak qancha yaxshi bo'lsa, ayolga shuncha yaxshi-da. Ayolga to'kislik bo'ladi, xotirjamlik, halovat bo'ladi. Endi hamma ham bunday fikrda emas-da. Shuning uchun men doim takrorlayman. Chunki yigitlikni ota singdirib boradi. Yigitlarni qaraysiz, qosh ko'zi chiroyli, hech kami yo'q, illigi to'q. Havas bilan qizingizni berasiz, uzatasiz. To'ygacha ko'cha-ko'yda ko'rganingiz havas qiladigan yigit. Uylangandan keyin 2-3 oy o'tgandan keyin orada juda nozik masalalar ochilib qoladi. Yigitning butun zaif tomonlari ochilib qoladi. Oilada erkakning vazifalari nimalar, ayolning vazifalari nimaligini u hali ajrata olmagan bo'ladi. To'g'ri. Kelinni yelkasiga tashlayveradi. U masalani ham, bu masalani ham kelinni yelkasiga tashlash bo'ladi. U bechora ko'tara olmaydi, har begona muhitga kelgan. Shunday qilib, yigitlarimiz uylanguncha hamma havas qiladigan yaxshi yigit bo'ladi. Birdan uylangandan keyin u nega shunday bo'ladi? Mana yuqorida aytdim. Chunki u otani ko'rmayapti, onani yoni. Hammasini ona qilyapti. Shuni aytmoqchiman dadamlar. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun otani qaytarish, qaytara olmasa ovozini qaytarish, ta'sirini qaytarish, mana shularni boboni qaytarish, mana shular hammasi qaytib kelaveramiz shu masalaga. Shuning uchun siz aytgan gap hammasi otasizlikdan, otani ko'rmayotgandan, otani ovozini eshitmayotgandan, otani ta'sirini sezmayotgandan shunaqa narsalar kelib chiqadi. Xususan mana endi siz global masalani qo'yapsiz, oilani boshqarish degan narsa. Demak, o'g'il bola agar eplolsa chiqib ketadi-da, uyga pul jo'natib turadi. Kallada shu hozirgi yoshlarda. Chiqib ketsam, chiqib ketgandan keyin qaytib kelmasam degan g'oyalar ham chiqadi. Chunki bunday qaraydi, sharoit u yoqdan kam ishlab ko'proq oylik oladi chekkalarda.
bizlarga nisbatan. Va albatta u qolishni ham o'ylaydi. O'g'il bolalarni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun bu narsalarni hammasini fundamental bir yo'llarni qilib tarbiya bilan domla aytyaptilar, tarbiya bilan olib borishimiz kerak. Endi otalarni men aytyapman-ku, baribir domla bilan qarama-qarshi joyimiz o'tish davrida domla buni maktab zimmasiga olish kerak. Davlat zimmasiga olish kerak, maktab timsolida. Mana shunday deylik. Hammasi o'zining vazifasini tushunguncha, menimcha davlatni, hukumatni umuman ishtiroki bo'lish kerak. O'qituvchilar tarafidan bo'ladimi yoki masalan yoshlar bir dunyo mana bu yerda ma'naviyatda o'tiribmiz. Bular bor, kuch bular. Mana yoshlarning o'zining alohida tashkiloti bor. Hammasini safarbar qilish kerak-da. Qayerda men aytayotgan osmondan olmaylik. Mavjud imkoniyatdan chiqib nimadir qilishimiz kerak. Lekin bu ahvol bo'lmaydi. Halimjon, bu yerda xohlaymizmi yo'qmi, oilada qiz va o'g'ilning bo'yniga ikkalasining aytaylik ma'lum ma'noda o'zlariga qarab bu qizga, bu o'g'ilga degan tushuncha orqali burchni ortishdan boshlash kerak. Burchlar, vazifalar. Burchlar va vazifalarni har bir farzandning o'g'liga qarab, qizga qarab ortishdan boshlash kerak. Biz hozir nima qilyapmiz? Yana o'zimiz aytaylik xohlaymizmi yo'qmi xatolarga yo'l qo'yapmiz. Biz bolalarga burch osmasdan yana taqiq yo'lga o'tyapmiz. Hech vaqt tarbiyada taqiq yo'li bilan biror narsaga erishib bo'lmaydi. Misol uchun, o'qituvchi bolaga qanday jazo qo'llash mumkin? Umuman olganda bunday qarab olsangiz hech qanday jazo yo'q. Uni urolmasa, so'kolmasa, boshqa qila olmasa, qanday jazo bo'lish kerak? Birinchi o'rinda o'qituvchining qo'lida o'qituvchi nima qiladi? Bilim beradi. Jazo nima? O'sha bilimdan mahrum qilish. Alomlar unaqa bo'lmaydi. Hozir fikrim davomini eshiting. Demak, men bugun bolani ma'lum bir aytaylik jinoyati uchun qo'polroq kengroq olaylik, darsimdan mahrum qildim. Chiqarib yuboradi. Chiqarib yubordim. U ko'chaga chiqib battar bo'ladi u. Bugun bo'ladi, uning otasi uning orqasidan tusha boshlaydi. Bizda nima qilyapmiz? Bu burchni bolaning bo'yniga men ortayapman. Ota kelib nima deyapti? Sen buni bo'yniga ol deyapti. Bu eski tuzumdan. Bundan chiqa olmaymiz. Biz nima qilyapmiz? Mana maktabga bolalar bormayapti. Biz nima qildik? Prokuratura va gvardiyani uni ta'minotni ta'minlash uchun unga mas'ul qildik. Hozir ota-onalar mas'ul bo'lgan, faqat keng amaliyotga o'tilgani yo'q. Ana endi mana shu Darsi kelmasa ota-ona javob beradi hozir. ana shu boshqa davlatlarda nima qiladi? 2 marta, 3 marta bolasi maktabga kelmasa moddiy jazoga tortiladi. Ya'ni katta jarima to'laydi. Bizlarda ham bor jarima. Demak, biz shunga o'tishimiz kerak. Shundagina mana bu yigit, qiz ma'lum ma'noda u o'zining burch degan tushunchasini bo'yniga ola boshlaydi. Bu yoshlikdan boshlab uning keyinchalik hayotda oyoqqa turishiga katta yordam beradi u. Gaplarimiz aylanib baribir oxiri shu o'g'il bolani tarbiyalaydigan otaning saviyasiga, boboning saviyasiga, uni darajasiga, ma'naviy axloqiga borib taqalyapti. Albatta-da, albatta. Chunki biz oiladan sug'urib ola olmaymiz bolani. Kimdir tarbiyalashi kerak. Bu qanday yo'l bilan boradi? Qanday yo'l bilan degan ma'noga albatta uni urmaymiz, boshqa qilmaymiz. O'qituvchi jazolab quvib chiqarsa, biz uni tushuntirishimiz kerak. O'g'lim, sen bugun mana bu o'qituvchidan mana bu darslarni ola olmasang, ertangi kunda hayotda mana bu narsalarga erisha olmaysan. Biz unga mas'ul va biz unga aytaylik javobgar bo'lishimiz kerak, ota-ona. Ota-ona o'ylab, fikrlab, shu yerda ayta bilish kerak. Albatta. U uchun juda katta haligilardan bosib o'tishimiz kerak. Nozik masala, masalan, oilada o'g'il bor, qiz bor. Ota ham, ona ham asosiy mehrni kimga bergan bilinib qoladi? Qizga. Qizga emas, o'g'il bolaga, chunki u davomchisi hisoblanadi. Bizda shart bu otalar qizlarni erkalatadi. Yo'q, otalar qizlarni erkalatadi, lekin onaning mehri bari bolada, o'g'il bolada ko'proq bo'ladi. Buni qizlar sezadi. Va ular ham kelajakda shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda shu odatni sindirish choralarini ham o'ylashimiz kerak.
boya siz aytayotgan o'g'il bolani qiz bolalarga o'xshab tovlana boshlashi mehrni ko'payib ketganligidan ham deb bilaman. Ana shu mehrni me'yorda saqlash kerak. Ya'ni bolani boyagi biz aytayotgan shu qattiqqo'llik bilan, tartib bilan bu hamma uchun javobgar ekanligini anglatib, erkalatib emas. Anglatishimiz kerak. O'shandagina bu qiz bola ham bunga mas'uliyat ko'pligini aytib, uni ham g'ashi kelmaydi, qizni ham. Vaholanki bizlarda oilalarda ko'pchiligida, endi hammasida deya olmayman, unaqa ziyoli oilalarimiz ko'p, Xudoga shukr. Lekin aksariyat oilalarda o'g'il bola birinchi o'rinda turadi. Mana shu birinchi o'rinda tursin mayli. Lekin ota-ona ichida bo'lsin, tashida ko'rsatmasin. Mana shu mehrning bir tomonlama ketishi ham bolani onani ko'proq erkalatishi, onaga ko'proq o'xshashiga, ayollarning xarakteridagi detallarni olishiga sabab bo'ladi. Bergan taklifingiz menga juda ham yoqdi. Qandaydir amalga oshirish mumkin bo'lgan bir amaliy ishday tuyuldi. Mana ota yo'q oilada, xorijda yurib ishlashga chiqib ketgan. Qaysidir tuzilmalar orqali xorijga otasi chiqib ketgan oilalarni nazoratga olish, ota bilan doimiy muloqotni qonuniy asosda belgilab berish vaqtlarini qaysidir tashkilotlar shug'ullanishi mumkin-ku. Masalan, maktabgacha ta'lim vazirligi bor. Ularning tarbiyaviy ish bilan shug'ullanadigan katta qismlari bor. Shu narsani qandaydir qonuniylashtirsa juda katta bir yechimlarga olib borar ekanda. Baribir otani rolini oilada tiklanmasa u narsa bo'lmaydi. Otam nima deydi? Otam bilan maslahatlashib ko'ray degan narsa yo'qolib ketyapti-da. Aytayotgan narsalar hammasi nazorat, qanaqadir endi nazorat degani uni zanjir ichiga solish emas. Bu Himoya. Himoya deylik mayli, o'sha Zarur paytda himoya. mana shu ham nazorat, ham himoya. Mayli qattiqqo'llik bir har doim ham mehr bo'lmasligi mumkin. Kelajakda boshida xafa bo'lish mumkin, lekin kelajakda to'g'ri qilgan ekan deb aytadi. Masalan, men bobomning qilgan gaplarini, misol uchun urushgan narsalarni bugun to'g'ri qilgan ekanlar deb turibman-ku. Shuning uchun ular ham bir kun emas, bir kun aytadi buni. Tajribadan o'tgan narsa shu gapni aytadi, Xudo xolisa vaqt soat keyin, lekin hozircha bunga qattiqqo'l bo'lishim kerak deb nazorat qilib turib, boyagidek mayli himoya qilib turamiz, boshqa qilib turamiz. Doimiy diqqatni, e'tiborni o'sha erkak tarbiyalanish kerak va u nafaqat bitta oilani gullatish kerak, uni kerak paytda yurituvchi ham turib beradigan darajada bo'lish kerak. Biz doim qabul qilganimiz nomni qiz bolaga qo'riqchi kerak debdi, lekin o'g'il bolaga ham o'ziga yarasha qo'riqchi. Jamiyatda yashashi uchun unga ham kerak. Mana misol uchun men bir maqolamda ham keltirganman, o'zimning nomimni yozganman. Qo'limdan yetalab ko'chaga chiqqanda hamma bobom bilan bir qatorda men bilan salomlashardi deb. Qarangda. Demak, men o'zimni hurmat qilishni bobomdan o'rganganman. Deyishki ta'siri o'tayapti bu yerda. Ya'ni bobomga qancha muomala bo'lsa, menga shunday bo'lgan. Demak, men buni oqlashim kerak degan ruhda tarbiyalangan bo'ladi bola. Demak, mana bu yo'nalishda o'sha otalardan uzoq ketishi, bobolarning rollarini ko'tarishimiz bu misollar olib keladi bizni. Bugungi kunda oila tarbiyasida maqsad tushunchasi nihoyatda katta rol o'ynashi kerak. Chunki hali atrofimizda millat davlat tushunchalari bor. Demak, biz o'zimizni millat sifatida, davlat sifatida saqlab qolish uchun ma'lum ma'noda o'zimizning mafkuraviy yo'limizni tanlab, aniqlab va o'sha yo'lda harakat qilishimiz kerak. Shundagina biz erkak yigitlarni, nazokatli ayollarni tarbiyalashni boshlaymiz. Aks holda agar bugungi yo'nalishda ketadigan bo'lsak, o'sha yigitlarimiz qayerdadir nimalarnidir takrorlaydi va jinoyatlarga qo'l uradi. Chunki bunda maqsadsiz yashash yuzaga kelyapti. Faqat yashash, choyxonada osh yeyish, qachon qarasang ota o'sha kassalar, podkastlar, boshqalar hammasi qozon oshlarini ko'rsatadi. Biz yigitlarimizni ko'rsatishimiz, nazokatli qizlarimizni ko'rsatishimiz va shu bilan birga fan, taraqqiyot yo'lida kim nima qilyapti, o'shalarni ko'rsata olishimiz. Demak, millatning ruhini ko'tarish uchun biz falon joyda bir kishi bir narsa ixtiro qilibdimi, o'shalarni izlashimiz. Chunki u izlandi, bir narsa topdi. Mana shu orqasidan u millatga yordam beradi. Uning bolalari ham shunday izlanishda ketadi degan fikrni singdirishimiz kerak. Aks holda biz
o'zimiz qayoqqa ketayotganimizni bilmay qolamiz. Demak, bu yo'l xavfli yo'l. Oilalar biz qaysi yo'ldan borishimiz kerak degan savolga javob topolmaydi. Buning uchun hozirgi ko'tarilgan masala, ya'ni biz kim edik va kim bo'lmoqchimiz degan masala qattiq turishi kerak. Endi bu yerda kompleks o'ylash kerak. Bittagina shu o'g'il bilan tarbiyalash bilan kompleks o'ylash kerak. Mayli deylik, bir mafkura, g'oyani aniqlab olish kerak, shu g'oya sari intilish kerak. Bu gaplaringizni qo'shilaman. Lekin kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish kerak. Va osmondagi narsa emas bu. Hayotda qo'limizdan keladigan ishlarni, mavjud imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. O'g'il bolalarga alohida aytyapman-ku, qizlar qolib ketmasi kerak. Lekin bularga o'sha yukni, yelkasidagi, zimmasidagi yukni his qilishini biz shu ta'minlab berishimiz kerak-da. Uni mana bunday yo'l bilan degan gap bilan hozir o'yib bo'lmaydi. Uni alohida guruhlar ishlash kerak, psixologlar ishlash kerak, pedagoglar ishlash kerak, kasb bilan shug'ullanadigan, kasbga yo'naltiradigan, kelajak kasblarga yo'naltiradigan kompleks ishlash kerak. Bu oddiygina bitta xulosa bilan bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda men aytyapman, avloniydi gapini. Men o'ylab topganim yo'q, men sizlarga aytyapman. Oila, muallim, mudarris, hukumat. Mana shuni yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Mana shu zanjir ishlash kerak. Ishlamasa, bizlarda hamma gaplarimiz gap bo'lib qolib ketadi. Bugun juda nozik masala ustida gaplashdik, chunki bevosita millat taqdiri, hayoti, shu jamiyatda yashayotgan qiz ayollarning taqdiri, yigitlarning erkaklar bilan bog'liq. Biz baribir ayollar teng huquqlilikka intilganimiz bilan ayolning intilishlarini erkak yuzaga chiqaradi. Ayol intilishlari uchun erkak yelka tutib beradi. Tabiatan shunday yaratilganmiz biz. Hech kim erkak ham yolg'iz yetib bora olmaydi manziliga, ayol ham yolg'iz yetib bora olmaydi manziliga. Bu narsa millatning or-nomusi bilan, iffati bilan bog'liq bo'lgan nuqtalari juda ko'p. Otalar va o'g'illar o'rtasidagi, onalar va o'g'illar o'rtasidagi, erkak va ayol o'rtasidagi, er va xotin o'rtasidagi, ota va qiz o'rtasidagi, qaynota va kelin o'rtasidagi juda ko'p jamiyatimizda hatto tilga olishga ham odam uyaladigan, og'riqli, patas bog'lab ketgan nuqtalarimiz bor, tozalanish kerak bo'lgan nuqtalar bor. Bular tozalanmasa ertaga o'zining natijasini beradi. Yeyotgan nasibamizga, ko'rayotgan hayotimizga, hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, shu narsalarni hammasini deylik, qaysidir yo'nalishlarda erkaklar faoliyatini rag'batlantirish kerak bo'lsa, ehtiyojdan kelib chiqib yoki qarindosh urug' o'rtasida masalan ota xorijga ishlashga ketgan bo'lsa, uning o'rnini to'ldiradigan tog'alar bor, amakilar bor. Shu bizdagi mavjud tuzilma ishlash kerakdir. Tog'a jiyanni bo'yniga olish kerak-ku. Er yigit tog'asiga o'xshaydi degan gap bor. Hozir masalan qancha yigitlarimiz ayni bolasiga tarbiya beradigan kuch g'ayrati hech qayerga sig'mayotgan yigitlarni xorijda yuribdi. Uni bolasi kim qaraydi? Tog'a kelib qarayaptimi? U narsa yo'q hozir. Amaki kelib qarayaptimi? U narsa yo'q hozir. Bir insoniylik, bir qarindosh urug'chilik degan narsa nomus bilan bog'liq juda ko'p masalalar bor. Ularni ayrimlariga kirishga harakat qildik. Suhbatimiz oxirida ancha ijobiy tus oldi, ammo bu baribir yuragimizda og'rib turgan masala bu. Hammasini ham aytib bo'lmaydigan masala bu. Ijobiy tomoniga urib beryapmiz-ku, baribir tozalab olinadigan joylari juda ko'p, to'g'rilab olinadigan joylari juda ko'p. Ichki ishlar xodimlari bilan tarbiyada muammosi bor yigitlar bilan ishlab chiqilsa, faqat borib buni ma'ruza o'qib kelib yoki mana bunaqa qilsang qo'rqitib yo koloniyaga jo'natib yuborish bilan hal bo'lmaydi u narsa. Butun bir katta sistema ishlash kerak va bundan birinchi o'rinda bu faqat ta'lim emas, tarbiya bu. Ta'lim bilan tarbiyani ajratib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda davlat manfaatdor bo'lish kerak, ularning ma'nan sog'lom bo'lishiga, yakkalanib qolmasligiga, o'zini erkakdek his qilishiga, yonidagi singlisi, opasi uylanadigan xotin uchun xotin emas, bu mas'ul ekanligini uni bo'yniga qo'rishga. Yoki oiladagi funksiyalar mana bu erkakning funksiyasi, mana bu ayolning funksiyasi. Bu ayol ko'taradigan vazifa emas, bu erkak ko'taradigan vazifa. Ayol bu funksiyani bajaraman desa sinib qoladi degan narsani tushuntirish kerak bo'ladi. Ota-onalarning saviyasini ko'tarish kerak bo'ladi. Saviya ko'tarish uchun otani avval o'zini topib olish kerak bo'ladi.
Juda ko'p og'ir masalalar bor. Shu masalalar haqida siz yordamingizda qisman bo'lsa ham ichiga kirishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat.